Hop. Endigi masala ichimliklarga kelsak. Har bir kishi aslida tana vazniga qarab hisoblanadi, lekin o'rtacha olganda, любой odam где-то 3 litrdan 5 litrgacha suv ichish kerak bir kunda norma. Uni bittada emas, bo'lib kun davomida ichib yurilsa, bu nima qilib beradi? Suv normada ichilsa, metabolizm yaxshilanadi, ya'ni modda almashinuvi. Bu sizda o'sha yegan ovqatlaringiz hazm bo'lishi, oqsilli uglevodlarga bo'linib, organizmga kerakli joylarga yetib borish uchun ham sizda metabolizm tez bo'lishi kerak, yaxshi holatda bo'lishi kerak. Uning uchun yetarli darajada suv ichish kerak. Suv deganda oddiy bezgaz suv yoki ko'k choy ichsangiz bo'ladi. Lekin qanaqadir napitkalar, soklar, qo'shimcha zero cola даже mana zero colada ham kaloriya 0 bo'lgani bilan u jigarga zararli. Shuning uchun iloji boricha ichmaslik kerak, lekin juda ham qiynalib ketganda, qanaqadir napitka ichgisi kelganda kamroq miqdorda ichsangiz bo'ladi shu zero coladan, lekin iloji boricha ichmaslik kerak. Yana bitta yechim bor. Men o'zim shu narsani qilaman. Ya'ni qanaqadir napitka ichishim kelsa, o'rniga bitsa tayyorlab ichaman. U hech qanaqa zarari yo'q. Faqat normadan oshib ketmasa bo'ldi. Bir kunda 5 grammdan 10 grammgacha ichsa bo'ladi. Endi 10 grammdan oshib ketsa nima bo'ladi? Jigarga nagruska bo'ladi xolos. Bitsa ham tanada muskula tiklanishiga ozgina yordam beradi. Sport ozuqalar do'konlarida sotadi, olib, har xil o'ziga yoqqan fokusda olib turib, yarim litr, 1 litrga tayyorlab olib, o'sha napitkalarning o'rniga ichsangiz bo'ladi. O'shanda zararli holat pasayadi, ya'ni ham. Asosan iloji boricha oddiy suvni kerakli darajada ichishga harakat qilish kerak.